bunisi ham va bu golga olib kelmoqda. Birinchi hujum tezkor kombinatsiya qanotdan yorib kirib, lekin ongli ravishda yana narigi pastki burchakka qarab turib debdi-da, mana qarang. Qaraydi o'sha tomonga yana. Butsa bilan ham emas ekan shu. Sal yuqoriroqda to'p. Birinchi taymdagi birinchi burchak zarbasi yodingizdami? O'sha yaqin burchakka yo'naltib. Hozir ham xuddi shu narsa bu safar ish berdi. O'shanda aytib o'tdik-ku, ishlanmalar bor ekan, uyga vazifalari bor. Jamoa sekin-asta buni qo'llay boshladi. Standartlarda buni ko'rishni boshladik. Bu safar ish berdi. Adashmasam yana yaqin burchakka Eldor keldi Shomurodov. Goal for Uzbekistan by player number 24, Jahongir O'rozov. Uchrashuvda hisob o'zgardi. Gol muallifi O'rozovning kelmagan bo'lsa, Salomon Rondon Toshkentda hozir yaxshi imkoniyat, bitta zarba bilan ideal pas edi. Ideal pas edi. Shu olis burchak yaxshiroq emasmidi? Maston harakat qildi, ammo darvozabon yana Bekalli qutqaryapti. Kim berdi? Shuni biz aytishimiz shart. Otabek Shukur. To'xtab beryapti. To'p shuncha masofani. Adilov. Shukurov zo'r pas. Eldor. Va yana bitta zarba. Voy, bizga hozir shu kerakmidi? Shu kerakmidi bizga? Bosilib ketgan shekilli. Offside yo'q, hammasi o'z o'rnida. Zarba va bu yerda darvozabon bo'ldi. Yo'q, himoyachiga tegdi shekilli. Ikkalasi bir amallab qutqarishdi. Ha, himoyachiga. Hamdamov ancha-muncha ish qilib qo'ydi bugun. Ayniqsa ikkinchi bo'limda. Eng zo'risan. Eldor hurmatli saqlagan holda bugun O'rozov ikkita goldan qutqardi. 2 marta bo'sh darvozadan olib chiqdi. Raqib darvozasiga gol urdi. Hozir takrorlab qani ko'raylik. Birinchi zarbadan keyin ham qaytardi. Ikkinchisi bo'lishi arafasida uni ham to'sdi. Uni ham qaytardi. Olib chiqib ketdi o'zi bilan birga to'pni. Hozir esa qarshi hujumdan foydalanib qolishimiz mumkin. Oxirgi vaziyat oldinga qarab borib goldi. Alisher Odilov boya aytayotgandim, qarshi hujumda aynan Alisher bizni muvaffaqiyat sari yetaklashi mumkin. Xususiyatidan kelib chiqib, qochishi, texnikasi, o'ziga ishonchi yaxshi ko'radi mana shu texnikani namoyish etishni. Eng muhimi uddalaydi. Shu Xo'jayev Superliga futbolchisi uchun xursand. Albatta. Chunki Eldor gol urdi. U xorijlik futbolchi. Darvoqe Superligadan ikkita vakil hozir. O'rozov ham gol urdi. Alisher gol urib beryapti. Mana bizning klassik qarshi hujumimiz bermadi hech kimga. Alisher o'zi hal qildi. Yaxshi ma'nodagi qizg'anchiqlik. Boshqacharoq so'z edi. Hozir finti bilan himoyachini chalg'itgani ham zo'r chiqdi. Mana bu yerda chalg'itish kerak emas. Bugungi oltin to'pni olib chiqib O'rozovga berib yuboring hozirning o'zida. Eldorda bunday to'plar ko'p. Alisher O'rozov esa debyutini uchrashuvda boshqa hisob darajada o'zgardi. Gol muallifi Venezuelaga qarshi ham jamoasining shu ehtimoliyat 18-raqamli futbolchisi tugadi. Alisher Odilov. Matematik hisob-kitob qiladigan bo'lsak, O'rozovning goli va boyaga ikkita kamida goldan saqlab qolganligini inobatga oladigan bo'lsak, demak 3 gol. Uzbekistan 3. Mana Jahongir yirik planda tabriklaymiz uni. Uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Bunda ham o'sha Husanovda yana bir qancha himoyachilarimizda mavjud bo'lgan xususiyat sovuqqonlik. Mana ekstremal vaziyat. Terma jamoa safida o'zi debyut qilyapti. Ekstremal vaziyatda